Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımızı davamlaştırmış. Endiki leksiya mavzudun birinci islah. 2020 yıl 8. ayının 5. günü heptiki çarşamba. Yukarı leksiyayı tükettik. Endilikte ikinci leksiyimiz bundak bulur vatandaş. Mavzu bundak. Amerika Qo'shma Shtatlarının siyaset meydanını ifodalaydigan obzor. Devlet İşler katibi Mike Pompeo dini itiqad erkinligi to'g'risida nutq so'zladi. Mavzuda xabar 8. ayının 1. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Bu xabarni ko'rmayman, kechikib qolibdi ekan, bundan so'ng kechiringlar meni. Chunki bu yerda Uyg'ur degan ism bo'lg'ach qilaman bu xabarni. Cho'qim tayyorlashim kerak. Devlet İşler katibi Mike Pompeo yaqinda Ohio shtatida diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida nutq so'zladi. Bunday ko'rsatdi. Diniy e'tiqod erkinligi asosan qonunga asoslanganda bizning birinchi darajalik erkinligimizdir. Tartib olg'ili bo'lmaydigan bu huquqni yuqori darajada hurmatlash. Dal hozir bizning hukumatimizning xizmatlariga yetakchilik qilmoqda deb ko'rsatdi Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Diniy e'tiqod erkinligi nurg'un davlatlarda davomli tahdidga uchramoqda. Devlet İşler katibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Dunyoning har qaysi joylarida 5dan beri fuqaro va omma diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'la olmayotdi. Fuqarolarning dinga e'tiqod qilish erkinligining shart-sharoitlarini yaxshilash uchun Amerika mumkin bo'lgan barliq vositalardan foydalanib, jumladan diniy e'tiqod erkinligi daxli-taruz qiladigan, bu huquqqa daxli-taruz qilgan davlatlarning ismlarini Davlat ishlar katibi bunday ko'rsatdi. Biz ismini atab turib, Jungoning diniy e'tiqodga qarshi qo'zg'agan urushini tanqid qildik. Uyg'urlarni zo'r ko'lamda qo'lga olish, Xi Jinpingning so'zlarini chirkovlarga chaplash harakatlarini davomli tanqid qildik. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi o'tgan 2 yil mobaynida ikki qatam diniy e'tiqod erkinligi ministerlar yig'inini ilgari surdik. Har qaysi allaba diniy e'tiqod doiralarining diniy e'tiqod erkinligi huquqini qo'g'dashni umid qildik. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Amerika takdirni aytganda butun dunyo xalqining negizlik erkinligini qo'g'dash uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. Bu Amerikada davlat qo'rg'uvchi doiralarning faxrlanarlik an'anasidir. Ular mustaqillik xitobnomasi va asosiy qonunga tayanib, belgileme bo'yicha Amerika xalqining tartib olg'ili bo'lmaydigan bu huquqdan bahramand bo'lishini kafolatga ega qildi. Hamda mushu asosda Amerika Qo'shma Shtatlari mushu davlatni qurib chiqdi. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Bizning davlatimizning tashqi siyosati bu yadroliq tushunish ustiga qurilishi lozim. Bu asoslar bizning yer sharida chaqnab turgan erkinlikning nijot yulduzi bo'lish va'dimizdir. Bizning barliq tashqi siyosatimiz mana shu granat tashdek asoslar ustiga qurilgan. Hamda bizning davlat qurgan chig'imizda jakarlagan mushu prinsiplar asoslari ustiga qurilgan deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi Mike Pompeo.